Payariq tumaniga borganmisiz? Aka, men Payariq tumani Chelak shahri Banisa oldidagi roddomda tug'ilgan insonman. Siz menga borganmisan deyapsiz? Qayerlarni bilasiz? Ko'ksaroy, Xo'jimsoy, Xo'jaobod, Xo'ja Ismoil, Katta Turk, Kichkina Turk, Do'stlik, Do'stlarobod, Chelak dehqon bozori, Yangi bozor 2 kishi uzr adashib ketibman. Payariq nimasi bilan farq qiladi? Aka, mo Chelak shahriga kirib borishingizda Hollywood degan yozuvga o'xshab katta qilib yozib qo'ygan. Chelak shahriga xush kelibsiz deb. Haqiqatan xush kelibsiz-da. Kirib borasiz, Chelakda o'z haybatsizni bosib qo'yadi. Ikkinchidan, Chelakda birorta dengiz, bir okean yo'q. Lekin 9 ta baliqxona bor. Hammasida tirik baliq bor. Xo'p, Chelakdan o'tib ketasiz. Narmanga kirib borasiz. Narman o'zi Yevropa bilan chegara bo'lib yotdi. Mana taraf Germaniya, to'g'rida Belgiya, bu taraf Chexiya. Narmanlik akalar Chelakka pоворот qilishda bunday Germaniya chegarasi bilan pоворot qilib oladi mashina. Hurmatli zemlyaklar, mana shu profilga podpiska bosib qo'ying. Qaynoq turlardan bitta tekin tur sayohat sovg'a qilamiz.